Bu videoda men Minecraftning klon versiyalarini o'ynab ko'raman. Bilamizki, Play Marketga Minecraft deb yozsak, Minecraftdan tashqari har xil klon versiyalari chiqib keladi. Ular klon versiya bo'lishiga qaramasdan, Play Marketda ko'p marotaba yuklab olingan. Men bugungi videoda mana shu klon versiyalarini o'ynab, 0 dan 10 gacha baho beraman. Unda gapni cho'zib o'tirmasdan videomizni boshlaymiz. Bolalar, birinchi bo'lib men Minecraft degan o'yinni tortib ko'rdim. Nomi Minecraftga juda ham o'xshab ketar ekan. Qani bo'lmasam biz survivalga o'tib, buni bir o'ynab ko'ramiz. Mana bu yerga seed yozsa ham bo'lar ekan. Qani ko'ramiz. Biz hozir bitta 1984 degan seedni yozib ko'ramiz. Bu eski Minecraftda qishloqda paydo bo'lardi. Qani ko'ramiz. Yo'q, bunda qishloqda paydo bo'lmadik, lekin eski versiyasida Minecraftni qishloqda paydo bo'lardik. O'yinning grafikasi juda ham past, albatta megabaytiga yarasha ishlangan. Bu o'yin atiga 27 megabaytni tashkil qiladi. Bu o'yin kuchsiz telefonlarga juda ham mos qilib, ixcham qilib yaratilgan. Menga bu narsasi umuman yoqmadi, chunki chekkalari qorayib qolgan, xuddi bug bo'lganga o'xshab. Bu shunchaki o'zimning fikrim. Sizlar qanday fikrdasizlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. O'yinni plus tarafi aytib o'tganimdek kuchsiz telefonlarga moslab chiqarilgan, bemalol sheriklaring bilan ulanib o'ynasanglar ham bo'ladi. Shuning uchun kuchsiz telefon ishlatadigan asosan yoshlar bu o'yinni yuklab olgan. O'yin shu paytgacha 10 milliondan ko'p marotaba yuklab olingan. Men bu molni qaranglar, menga shu molni ko'rinishi yoqdi, yaxshi ishlangan. Bu o'yinni telefoningiz ko'tarishi uchun talab qilinadigan Android versiya 4 dan yuqori bo'lishi kerak. Bu o'yinga 10 dan 4 baho beraman. Keyingi o'yinimizning nomi Master Block Craft deb ataladi. O'yinning yaxshi tomonlaridan biri oddiy survival va kreativdan tashqari adventure rejimi ham bor. Bunda har xil kartalar bor va bu kartalar juda ham ajoyib, xuddiki mod ishlatilgandek. Bu o'yin juda ham qiziqarli va sarguzashtli. Men hozir sizlarga oddiy survivalda o'ynab ko'rsataman, bo'lmasa video cho'zilib ketishi mumkin. Mana do'stlar, o'yinga ham kirib oldik. Bu o'yinning grafikasi oldingi o'yinga qaraganda juda ham katta farq qiladi. O'yinning ranglari juda ham tiniq qilib yaratilgan va bu o'yinda umuman buglar mavjud emas. Shuning uchun bu o'yinni oldingi o'yindan yaxshiroq deb bilaman. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. O'yinning ma'lumotiga kelsak, shu paytgacha 1 milliondan ortiq yuklab olingan. O'yinni talab qiladigan Android versiyasi bor yo'g'i 5 dan yuqori bo'lishi kerak. O'yinning bir yomon tarafi shundaki, siz bu o'yinni do'stingiz bilan ulanib o'ynay olmaysiz. Shuning uchun avvalgi o'yin bundan ko'ra ko'proq yuklab olingan. Lekin bolalar, o'yinning mexanizmi juda ham ajoyib qilib yaratilgan. O'yinning menga yoqqan tarafi shundaki, olmani daraxtda bemalol ko'rsa bo'lar ekan. Daraxtni sindirmasdan turib, olmani olsangiz ham bo'lar ekan. Bu o'yinda ranglar, ovozlar juda ham ajoyib qilib yaratilgan. Mana bu molni qaranglar, hatto tepasida joni ham ko'rinib turibdi. Bu juda ham ajoyib. Bu o'yin Fortnite'ga ham o'xshab ketar ekan. Bu o'yinni o'ynab ko'rishlaringni maslahat beraman. Juda ham qiziqarli, umuman zerikmaysizlar. Mana bu baliqni qaranglar, juda ham katta ekan. Hozir mana bu yerlarini bir tozalab tashlaydi. Buni qaranglar, bu tashqariga chiqib qopti. Qarochi bolalar, men bu o'yinga 10 dan 8 ball berishga qaror qildim. Keyingi o'yinimizning nomi Craftsman Tour. Bu o'yin ham ajoyib. Xo'sh bo'lmasa o'yinga kiramiz. Bu o'yinda xuddi 20 versiya kabi survival va kreativni tanlash ko'rsatilmoqda. Biz survivalni bosamiz, bu yerda esa qaysi darajada o'ynashni ko'rsatmoqda. Bu yerda esa qaysi kontrolda o'ynashni ko'rsatmoqda. Men hozir shu kontrolni tanlayman. O'yin juda ham 20 versiyaga o'xshab ketadi, shuning uchun menga yoqdi. Mana do'stlar, o'yinimizga ham kirib oldik. Grafikasi Minecraftga juda ham o'xshar ekan. Bu o'yinni Minecraftdan farqi shundaki, bu o'yin 64x64 pikselda yaratilgan ekan. Bu o'yinni do'stlar bilan bemalol ulanib o'ynasanglar bo'ladi. O'yinning ma'lumotiga kelsak, shu paytgacha 10 milliondan ko'p marotaba yuklab olingan. Talab qilinadigan Android versiya 7 dan yuqori bo'lishi kerak. O'yinning nastroykasi Minecraft bilan birga-bir kooperativ qilingan. Bu o'yinda ham cheat yozish, mod o'rnatish, har xil ishlarni qilsanglar ham bo'ladi, xuddi Minecraftga o'xshab. Bu o'yin tekin bo'lishiga qaramay, Minecraftga juda ham o'xshab ketadi. Agar Minecraft torta olmaganlar shu o'yinda kontent qilishi mumkin. Bu o'yinga men 10 dan 10 ball beraman. Mana do'stlar, biz Minecraftga o'xshagan o'yinlarni ko'rib ham oldik. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, kattakon rahmat. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Men tezroq 1K bo'lishim kerak. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr do'stlar.